Tozalab Kelganimdan beri uxlab qolaman yuzimga. baribir bezini yummasa ham chiroyli-da. Kechikmaydi ertalab. Assalomu alaykum. Koreyada nima gap ko'rsatuvi mehmoni bugun Sitora Alimjonova va Dildora Hoshimovaning opasi Xurshida Komilova. Assalomu alaykum. Farg'onada taniqli kosmetolog bo'ladilar. Xush kelibsiz. Rahmat. Xurshida opa. Rahmat. Xushvaqt bo'ling. Qanday shamollar uchirdi bizni Koreyamizga. Koreyaga o'zi mani birinchi uchirgan shamol shu Sidora kosmetikasi. Sidora kosmetikasini shartnomasini yangilash uchun keldim. Patsientlarimizga, klientlarimizga tezroq yetkazib berish uchun juda ham ko'pchilik kutayotgani sababli. Asosan birinchi sababi shu, ikkinchi sababi Koreyani sevganim uchun va sizlarni sog'inib keldim. Ko'rsatuvimiz boshidan yangilikdan boshladik. BBC News xabarlari. Sizni ko'p qiynamayman, sizga savollar tuzib kelganman. Farg'onada taniqli kosmetolog bo'lish oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Albatta. Eng katta qiyinchilik nima bo'lgan o'sha kosmetolog bo'lishingizda? Eng katta qiyinchilik menda qiyinchilik bo'lmagan. Man judayam Alloh shunaqa yo'llarimni ochib qo'yadi. Har nima ish boshlasam ham alhamdulillah hamma yo'llarim ochiq bo'lgan. Qiyinchilik bo'lmagan. Hech qachon qiyinchiliksiz ish boshlaganman. Ikkinchi savolim. Sizizcha ayol kishining go'zalligi nimada? Yuzidami yoki ichki dunyosidami? Menimcha ichki dunyosida. Bo'lmasam siz rosa ichingiz toza ekan, juda chiroylisiz. Ko'z tegmasin, mashalloh. Koreya kosmetikasi haqida fikringiz qanaqa? Nimaga Koreya beauty sohasi dunyoda mashhur deb o'ylaysiz siz? Koreyani beautysi menimcha dunyoda birinchi o'rinda tursa kerak. Chunki Koreyada hamma narsa tabiiy, lekin chiroyli. O'zlarini saqlab qolishi ham, yosh olib yurishlari. Bizda masalan O'zbekistonda suniylashib ketgan. Lab, burun, jog', qosh bir xil bo'lib ketgan hamma. Koreyani beautysida plastik operatsiya ham tabiiy, bilinmaydi plastik operatsiya qilingani odamlarda. Koreyani beautysi menimcha dunyoda birinchi o'rinda turadi-da. Siz ham o'zi chiroylisizda hozir, o'shanga aytyapman. Koreyani yo'nalishida ketasizmi? O'zimga o'qit qilaman. Yaxshi koreyskiy kosmetika, Sidora ishlataman. Ayab ishlatasizmi? O'tgan safar uzr, temadan tashqari aytadiki, bitta raqqosa opam aytadiki, Dildor o'zingizda qolib ketgan yuqi bo'lsa ham Sitorani yo'qmi deyapti. Shunaqa xursand bo'lib ketdi. Voy, meni bitta patsientkam o'zim ishlatayotganim bor edi, ishxonaga qo'yib qo'ygan. Muncha qolgan edi tagida. Shuni bering deb turyapti. O'sha qanaqa butunini qanaqa narxga sotganman. Shuni pulini beryapti, shuni bering. Ozgina qolgan o'zim eksam, yo'q, shuni bering deydi. Agar Koreyada kosmetolog sifatida taklif qilishsa, birinchi nima qilishni xohlardingiz Koreyada kosmetolog? Ishlardim, jon Koreyani kosmetologiyasida ishlardim. Qilarmidingiz? Chunki Koreyani sevaman, men ko'chib kelib yashashga ham tayyorman. Koreyada. Koreyalik qizlarning parvarishi bilan o'zbek qizlarining parvarishi orasida qanaqa farq bor deb o'ylaysiz siz? Sizizcha, men ham keyin aytishim mumkin. Damashni o'xot qilmaydi-da, faqat ukollar qilib, o'shan bilan chiroyli bo'lib yurishni xohlaydi, lekin men tushuntiraman. Birinchi o'rinda parvarish. Nimaga karslarning yuzi tiniq, chiroyli deyshadi. Men tushuntiraman. Karslar 10 xil krem suradi yuziga. 2 mahal suradi. SPF, hamma tonik, losion, necha qavat kremlarni ishlatishadi. Bizda shu ukolni olib ketib bo'ldi-da, shu ukol bilan yosharib qolgisi keladi. 70% damashniy uxotligini tushuntiraman men. 70% damashniy uxot-ku, lekin kosmetologlar ham ko'p-ku. Koreyada Koreyaning qizlarini men aytsam, topgan pulini yuziga sarflaydi. Topgan puli shu topdimi shu endi turmushga chiqmagan, endi turmushga chiqqanlari bolasi, yuzi shunaqa qilib ajratadi, bolasi, oilasi qiladi, lekin turmushga chiqmagani polniy yuziga ajratadi kosmetolog. Har hafta kosmetologga borishadi, keyin 6 oyda bir marta qimmat protseduralar olishadi. Masalan, Rejuran, Ulcera, shu siz qiladigan narsalar bor. Har 6 oyda, har 3 oyda, har 6 oyda olishadi. Shunga ularning yuzlarini hozir o'zingiz ham ko'rdingiz-ku, mana nimaga Jimjilbanga kirganda ham yuzi yuvilganda ko'rdingiz-ku, qanaqa tiniq hammasi. Yaxshi qilishadi. Men ham xohlayman shu O'zbekistonda shunaqa uxotlar qilib chiroyli bo'lib yurishni. Siz chiroylisiz, ko'z tegmasin. Siz ishlatadigan eng sirli va eng zo'r beauty maslahat nima ekan? Qolganida aytmadik-a uni. Siz ishlatadigan.
siz ishlatadigan. O'zim домашний uyda ishlatadiganlarim. O'shaningiz. Koreyskiy kosmetika ishlataman, Sidora ishlataman. Rostini aytyapsiz. To'g'risini. Sidora ishlataman. SPF ham surasizmi ko'chaga chiqqaningizda? Обязательно SPF siz qishin yozin yurmayman. Faqat SPF Sidorani kosmetikasini ishlataman, kremlari. SPF surib yurish kerak ekanda. Xurshida kosmetolog ham o'zi polni bizga aytadi, SPF suringlar, SPF. U kadrdan tashqari SPF suringlar deb. Keyin men bu yoqda Koreyada ham yuzimga bir yilda bir marta borsam ham ular ham SPF surib yurgin deyishadi-da. O'shanga aytaman. Quyoshdan saqlamaydi. Faqat quyoshdan emas, tashqi ta'sirdan, sovuqdan, hamma narsadan saqlaydi, changdan. O'zingizni plyonkada saqlab turadi. Voy. Endi mijozlaringiz orasida eng esda qolgan voqea qaysi bo'lgan, bormi? O'zi shunaqa esingizda bormi? Mijozlaringiz orasida Esda qolgan voqea. Esda qoladigan. Ko'p har kuni bo'ladi. Erkaklar bizda unaqa kelmaydi. Koreyada erkaklar yuzlariga keladi. Yo'q, O'zbekistonda ham hozir rivojlanyapti. Erkaklar ham boryapti kosmetologlarga, lekin men xo'jayinim ruxsat bermaydilar, erkak kishini qabul qilmayman. Musulmonchilikda mumkin emas. Erkaklar kelmanglar ekan. Esda qolarli birorta klientingiz yo'qmi? Masalan, qishloqdan kelgan. Esda qolarli eslolmayapman. Eslaganingizda ayting. Koreyada yashash yoki ishlash imkoni bo'lganda qolarmidingiz deb. Albatta, qolardi. Конечно, orzuyim. Biz o'zi Xurshida kosmetolog bilan opa singilmiz. Opamlar, lekin ko'pchilik singlisi deyishadi. Singlisi deyishadi. Sitora Alimjonova eng kichkina singlimiz, Xurshida Komilova eng katta opamiz. Endi biz bilan ikkalamiz bilan esda qolarli birorta epizod, yo Sitora Alimjonova bilan esda qolarli birorta epizod esingizda bormi? Birorta kulgili voqeami yo ayanchli voqeami? Nima bor o'shani aytib bering. Ayanchli voqea bo'lmagan. Ayanchli voqea bo'lmagan. Ayanchli voqeani eslolmayman. Kulgili voqea shu siz nima Jahon teatralniy institutida o'qib yurardingiz unda. Keyin bir kun telefon qilib menga men turmushga chiqqan ikkita bolam bor. Nima bitta koreys bolamani sevib qoldi, yaxshi ko'rib qoldi, uylanmoqchi dedi-da menga. Deding telefon qilib. Keyin ha bo'pti, kelaver, tegmasa osh yeb ketadi mehmon bo'lib. Olib kel, bizga sovchilikka olib kel, osh yeb ketadi deganman. Lekin peshona taqdir ekan, mana Koreyaga ketib qoldi o'sha bolaga. 3 kundan keyin turmushga chiqib ketib qoldim. 3 kundan keyin turmushga chiqib ketib qoldingiz, mayli, yaxshi. Kulgili voqea. Koreyalarda yuribsiz mana. Men ham Koreyada yuribman. Siz orqangizdan. Bitta osh yeb ketsin deb Koreyada yuribsiz. Aldab chaqirib olganmiz, bitta osh yeb ketsin deb. Sitora Alimjonova bilan-chi birorta voqea. Sitora Alimjonovani opam katta qilganlar o'zi yoshligidan, kichkinaligidan o'zim katta qilganman. Eng kulgilimi bilmayman, yamaga tushirib yuborganman. Ko'chada opamni yamasi bo'lar edi. Mashina tuzatib ketardi hamma kelib, Farg'onada hovlimizda. Kolyaskada yetalab yurganda, kichkina edi, endi qadami chiqib kolyaska yetalab yurganda men o'yin qaroq bo'lib qaramay qolganman. Bir qarasam baqiryapti, yo'q. Bundoq qarasam yo'q, Sitora yamaga tushib ketibdi kolyaskasi bilan. Yugurib borib tushib chiqarganman, o'zim kichkina qizchaman. Yoshmi, 10 yosh qizchaman. Keyin olib kirib nima qilishimni bilmayman, qana yupatishimni bilmayman, qo'rqib ketganman, hech kim ko'rmasin deb. U orqada tovuqxonamiz bo'lardi. Shunaqa ko'tarib yugurib tovuqxonaga borib tovuqlarni ko'rsatdim. Yupatib chiqqanman tovuqxonada. Yupatganmisiz? Hech kim bilmagan yiqitganim endi mana. Teshilmaganmi men bu yerda? Bo'lmasa men yiqitganimda teshilgan. Sitorni yiqitib katta qilganmiz. Bo'lmasa men ekan. Keyin o'shandan keyin opoqimiz bizni rosa ham yaxshi ko'rardi. Meni ham yuzimni xo'roz cho'qib olganda o'sha xo'rozni ushlab tutib, o'zi bir dona xo'rozimiz bor. O'sha so'yib, sho'rva qilib. Opoqim bilgan, yamaga tushirib yuborgan. Yamani ham olib tashlagan. Sraz yopib yuborgan. Hech kim, hamma kelib mashinasini tuzatardi, lekin hech kimni keltirmagan. Yamani yopib, shag'al to'ldirib yuborgan. Opoqim rosa yaxshi odamdi. Rahmat. Keyin endi Koreyada glass skin degan trend bor ekan. Endi bilishim. Sizningcha tabiiy go'zallik muhimmi yoki make-up? Glass skin silali yaltiraganmi? Tabiiy, u tabiiy go'zallikda endi glass skin. Tabiiylikdan u. Muhimi o'sha tabiiy chiroylilik. Sizningcha ayol kishiga eng katta ishonchni nima beradi? Go'zalligi beradi.
o'ziga ishonchi baland bo'ladi-da. Masalan, qayerdadir nuqsoni bo'lsa ham, ishonchi past bo'ladi o'ziga ayol kishi. Shu nuqsoni bilan siqilib, stress bo'lib, haligi qo'shilolmaydi chiqib odamlarga. O'sha nuqsonini endi hozir возможность bor. Hamma narsani возможности bor hozir. Nima deydi? Imkoni bor. O'sha imkoniyatlardan foydalangan holda to'g'rilab, o'ziga ishonchini yana ham baland qilishning ilojisi bor hozir hamma narsani. Hozir endi bu safar kelganingizda ozginaga keldingiz-ku, bandsiz, lekin keyingi safar kelganingizda uzoqroqqa kelsangiz, 3 oygami kelsangiz, qayerga borgingiz keladi Koreyada masalan? Hozir endi vaqtimiz yo'q. Yo'llar probka bo'ldi, uchrashuvda yo'q. Koreyani hamma ko'p joyga borganman уже, shu necha yildan beri kelayotgan bo'lsam, har yili. Keyingi safar kelganingizda qayerga borgingiz? Jeju oroliga bormadim. Jeju oroliga. Jeju oroliga borish niyatim bor. Keyingi yilga mana shu yil sentyabr, oktyabrlarga Jejudoga boramiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Endi sizga ha yo'q savoli beraman. Ha yo yo'q deyishingiz kerak xolos. Koreyada yashab qolishni xohlaysizmi? Ha. Koreyalik qizlarning skinkeri o'zbek qizlaridan kuchliroq deb o'ylaysizmi? Ha. Hech klientlaringiz sizni yig'latganmi? Yo'q. Siz ham ba'zan make-up qilmasdan ko'chaga chiqasizmi? Ha. Koreyalik aktyorga skincare maslahat berishni xohlarmidingiz? Yo'q. Yo'q. Odamni go'zal qiladigan narsa pul deb o'ylaysizmi? Yo'q. Kosmetolog bo'lish uchun sabr juda kerakmi? Ha, albatta. Koreyada klinika ochish niyatingiz bormi? Ha. Hech klientlaringizni ko'rib, voy, ish ko'p ekan deb o'ylaganmisiz? Ha. Tabiiy go'zallik make-updan kuchliroqmi? Ha. Koreya kosmetikasi sizni hayratda qoldiradimi? Ha. Telefoningizda selfilar juda ko'pmi? Yo'q. O'zingizni selfilar yo'qmi? Go'zallik ayolga kuch beradimi? Ha. Sizni rashk qiladigan klientlar bo'lganmi? Ha. Sizningcha o'zbek qizlari dunyodagi eng chiroyli qizlarmi? Ha. Hech klientlaringiz natijani ko'rib yig'laganmi? Ha. Agar orqaga vaqt qaytib qolsa, koreyalik kuyovdan sovchi borsa turmushga chiqarmidingiz? Yo'q. Ana. Osh yedirib jo'natib yuborardingiz. Osh yedirib jo'natib yuborardim. Rahmat bugun shunaqa chiroyli intervyu uchun tashakkur bildiraman. Rahmat gaplaringiz bo'lsa. Oxirgi gaplaringiz bo'lsa aytib qoldiring. Shu ko'rsatuvni ko'rib turgan barcha opa-singillarimizga, ayollarimizga sog'lik, salomatlik tilayman. O'zlaringga ishonchlaringizni hech qachon pasaytirmanglar. Har doim o'zlaringga ishonch bilan yashanglar, o'zlaringga yaxshi qaranglar, yaxshi uходовый kosmetikalar ishlatib, yaxshi niyatlar qilib yuringlar. Kosmetologlarga ham ko'p borib turinglar. Boringlar. Farg'onada Xurshida kosmetolog bor, borsanglar, shundoq kirsalaringiz sehrli qo'llari bilan bittasizlarni ushlab qo'yadi, chiroyli bo'lib chiqib ketasizlar. Kelinglar Sitora Beauty House'ga. Hammaga sog'lik tilayman. Rahmat katta.